Hozirgi kunda maktab va bog'cha oshxonalarida qanday muammolar bor? Hop. Hozirgi kunda maktab va bog'cha oshxonalarida eng kuzatilayotgan muammo birinchisi tozalik yo'qligi, ikkinchisi sifatsiz ovqatlar. Sifatsiz ovqatlarga nimalar kiradi? Kolbasa mahsulotlari qo'shilgan ovqatlar, yo sosyetka mahsulotlari qo'shilgan ovqatlar, gazirovkali ichimliklar, masalan, sifatsiz ovqatga kiradi. Ya'ni farzandlarimizga, yosh bolalarga bu narsalarni berish mumkin emas aslini olganda. Sababi ichidagi konsentrat narsalari, dabavkalar ko'pligi bolani organizmini qo'pol qilib gapiramiz o'ldiradi. Bora-bora bola zaharlar yig'ilib toksinlar odam organizmida katta kasalliklarni olib kelib chiqaradi. Shuning uchun maktab, bog'cha oshxonalarida bu narsalarni davlat tomonidan ham zapretga qo'yilgan. Hozirgi kundagi bizning katta ishimiz sog'lom ovqatlantirish bo'yicha tizim joriy qilganmiz. O'sha tizim orqali farzandlarimizni ovqatlantiramiz. Va o'sha gigiyenaga ham qattiq e'tibor beramiz. Birinchi o'rinda operatsion stolda qaysi holat bo'lsa, o'sha holatda ishlanadi. Qo'limizni perchatga, boshimizni safga oppoq formada xizmat ko'rsatamiz. 9 yildan beri maktab va bog'cha oshxonalarini noldan tizimlashtirib kelmoqdamiz. Hozirgi kunda Anor maktabi va bog'chasi bilan, Forest maktabi va bog'chasi bilan boshqa xususiy maktab bog'chalar bilan birgalikda ishlab kelmoqdamiz. Sizga ham shunday tizimlashtirilgan oshxona kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqing.